Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar. Bugun 27 mart. Mana bizada narxlar sekin tushib boshladi. Narxlar tushgan sari qulupnaylarimiz kilogrammi ko'payib boraveradi. Teskarisiga ishlaydi. Narx tushaversa, qulupnaylar ko'payib boraveradi. Mana bizada уже 45 gramm qulupnaylar chiqdi. Qulupnaylarimiz ham hali ham kalibrlari juda chiroyli va mana hozir bizada eng yirigimiz bor. Eng yirigimiz 58 gramm chiqyapti. Shunday chiroyli qulupnaylarimiz qip-qizil bo'lib pishmoqda. Mana qon qizil bo'lib qulupnaylarimiz chiqmoqda. Mayda 5 kilo chiqdi, 40 kilogramm yirigimiz chiqdi. Shunday. Bizada qulupnaylar ko'p chiqishni boshladi. Buyog'i Xudo xolasa 100 kilogacha yetadi. Mana shu 5 sotix joyimizdan terim qilindi bugun. 5 sotix maydondan. Bu koreyskiy Solxyang bilan koreyskiy Kingsbury navlari. Ikki xil navimiz bor bizada. Mana koreyskiy bu Kingsbury navi. Sal yirikroq bo'ladi. Kingsbury navi. Solxyanglar sal maydaroq, lekin qon qizil bo'ladi. Mana shunday o'rtacha qon qizil. Bizada mana shunday qulupnaylar chiqyapti. Narx-navosi endi bilamiz, bozor nechi bo'lishini hozir. Bugun narx-navosi chiqadi. Bugungi kunda narx-navosi hali aniq emas.